Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom yurakdan yaxshi ko'rganlar. To yurakdan yaxshi ko'rmaguncha birodarlar, haqiqiy do'stlik topilmas ekan. Agar aql bilan yaxshi ko'rsangiz, hisob-kitob bilan yaxshi ko'rsangiz, ertaga do'stingizdan aqliga muvofiq ish sodir bo'lsa, voz kechasiz. Sizga zarar beradigan do'st bo'lib qolsa, kamchiligi bo'lsa, voz kechasiz. Yurakdan yaxshi ko'rilsa, hech narsasiga qaralmaydi. Yurakdan yaxshi ko'rsa do'sti kelib ketdik desa, haqiqiy do'st qayerga demas ekan birodarlar. Haqiqiy do'stlik kelib ketdik desa, qayerga demay ergashadi. Haqiqiy do'st do'stining cho'ntagidan so'ramay pul oladi. Chegarasi mana shu. Eng yaqin, eng haq do'stlikning chegarasi qayerda desa mana shu. Cho'ntagidan kelib so'ramasdan pul ola oladi. Bu do'stim nega pul olding deb xafa bo'lmaydi, xursand bo'ladi qaytaga. Ketdik desa qayerga demasdan ergashadi. Buning uchun yurakdan yaxshi ko'rish kerak do'stni. Agar boyagidek aql bilan yaxshi ko'rilsa, kamchiligi bo'lgandan keyin voz kechilar ekan, do'stlarga xiyonat qilinar ekan. Banda esa kamchiliksiz bo'lmaydi birodarlar. Agar kamchiliksiz do'st qidirsak, unda farishtalar bilan do'st bo'lish kerak faqat. Odamzod hammada kamchilik bor. Odamzod kamchiligi bilan ham odamzoddir, bandadir. Uning fitratdagi bu narsadir.